Assalomu alaykum hammaga. Shu videoni ko'rayotganlar. Rans protsedurasini videoga olmoqchimiz. Bu ukamiz Faxriddin Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan kelganlar. Trenichniy nerv trigeminalniy nevralgiya bilan. Shularni bugun ikkinchi kunlari, xudo xolasa, uchinchi protseduralari. Protsedurani ko'rsatishimizdan maqsad ko'pchilik buni blokada deb o'ylaydi. Tushunmaydi ko'pchilik bu protsedurani. Bu protsedura Rans usuli deyiladi. Rossiyadan olib kelganmiz bu metodni. Bu Rans usulini asosiy vazifasi boshimizdagi 12 para qon tomiridan ikkitasi burujlashlardan boshini tomirlar tushgan. Trapezoidniy mishsiga qilinadigan inyeksiyalar og'riqli. Bu og'riqli signalni boyagi ikkala tomir orqali miyaga kirib, neyronlarni perizagruska qilish. Perizagruska bo'lgan neyronlar tanani qatida muammo bo'lsa, o'sha muammoli joyga puls berib, o'sha og'riqlarni поражение bo'lgan joylarni bartaraf qiladi. Protsedura og'riqli, buni og'riqligini o'qib biladi. Lekin chidaydigan darajada. Bemor vesi o'lchanadi, og'irligi, gemoglobini, shunga qarab dozirovka belgilanadi. Shu yerda bu ichidagi rastvor oddiy 9% fiz rastvor, tanamizdagi tuz 9% bo'lgani uchun tabiiy hisoblanadi. Voda для инъекции, очищенная voda tabiiy narsa, ozgina miqdorda sterillangan zahar bo'ladi. Bu ham holatga qarab. Bismillahirrohmanirrohim. Faxriddin, tayyormisiz? Ketdik. Xo'p, trigeminalniy nevralgiya, o'sha nevralgiyasi borlarga bu protsedura kurs, bitta kursi 10 ta protseduradan iborat. Nevralgiyalarga 4 tagacha kurs qilinadi. Orasini 3 oy cho'zib 4 tagacha protsedura qilinadi nevralgiyaga. Grija, boshqa bir kasalliklar, 22 xil kasallik bor. Stenoz, grija, disk grijasi, unaqa kasalliklarga goh bir xil ayrim odamlarga bitta kurs yetadi. Bu ham igla refleksiya terapiya bo'ladi, ham boyaga kirgan inyeksiya og'riqli signal berib, boyaga ikkala tomir orqali miyaga kirib, miyadagi neyron, akson, yadrolarni faollashtiradi. Indamay ovottalar mana chidasa bo'ladigan darajada. Faxriddin, og'riyotgan bo'lsa baqirishingiz mumkin. Og'riqliligini bilaman. Bu metod O'zbekistonda yangi. Buni avtori Andrey Ponomarenko, Krasnodarlik, Rossiyaning metodi. Bizda hali yo'q. O'zbekistonda hozircha faqat biz qo'yamiz. Sekin-sekin xudo xolasa ko'payadi. Shogirdlarimiz bor, deyarli hamma viloyatda. Buni oddiy hamshira ham qila oladi. Eng asosiysi tanadagi tochkalar, ichidagi inyeksiya. Mushakka qilingani uchun oddiy hamshira ham bu usulni qila oladi.
shahrida. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi bo'ling. Yana nima desa bo'ladi bularni? Yaqinda bitta bemorimiz bo'ldi. O'tgan dekabrda, ya'ni o'tgan yil dekabrda. Hozir 2025-yil aprel oyi. 2024-yil dekabr oyida mastiopatiya, ya'ni qo'pol qilib aytganda ko'krak raki bilan ishladik. Alhamdulillah natijamiz juda yaxshi. U bemorimiz otziv jo'natib qo'yganmiz YouTube'ga, videolari bor. Ko'kragidagi ikkita kista yo'q bo'lib ketdi bir Alloh inoyati bilan. Sababi mana shu rans. Rans nima qiladi? Kasalliklarning sababini to'xtatadi. Masalan, trenish nerv bo'lsa, og'riyotgan joyimizga muolaja qilamiz. Og'riq berayotgan sababi, ya'ni istochnik bilan ishimiz yo'q. Bu usul og'riqni, ya'ni kasalliklarning sababini to'xtatadi. Ya'ni neyronlarni, boshimizda 100 minglab neyron bor. Neyronlarni perezagruzka qiladi. Faollashib aktivlashgan neyronlar tanani muammoli joylarini bartaraf qiladi. Juda ajoyib usul, og'riqli, lekin effekti juda zo'r. Assalomu alaykum.